Saturn Quyosh tizimidagi eng mashhur sayyoralardan biri. Yosh bolaga birorta sayyoraning rasmini chiz desangiz, katta ehtimol bilan bu aynan Saturn bo'ladi. Bunga asosiy sabab esa albatta uning halqalari. Assalomu alaykum, siz cheksizlik kanalidasiz va bugun biz Quyosh tizimidagi ikkinchi eng katta sayyora haqida gaplashamiz. Saturn halqali sayyora, Quyosh tizimidagi 6-raqamli sayyora. Diametri halqalar bilan qo'shib hisoblaganda 270 ming kilometr va aslida Yupiter diametridan ham katta. Shu ham Yer diametridan 9 marta katta. Saturnning massasi esa 95 ta Yer sayyorasi massasiga teng, ya'ni 570 septillion kilogramm. Septillion degani bu 24 ta 0 degani, ya'ni 570 keyin 24 ta 0. Shunaqa katta massaga ega bo'lsa ham aslida uning zichligi juda past. Saturn zichligi bo'yicha Quyosh tizimidagi sayyoralar orasida oxirgi o'rinda turadi, chunki uning asosiy qismi gazdan iborat. Yo'q, bu metan, propan yoki etan gazi emas, afsuski. Bu asosan vodorod va ozroq geliy gazi. Geliy gazi haqida biz havo sharlari haqidagi videoda ham gapirgandik. Qisqa aytganda bu eng yengil gazlardan biri. Saturn mana shu gazlardan tashkil topgan. Sayyora tubida esa suyuqlik holatidagi qatlam va nisbatan kichik qattiq yadro bor. Ushbu qattiq yadro o'lchami hozircha noma'lum, ammo ba'zi taxminlarga ko'ra qattiq yadro Yer sayyorasi bilan teng bo'lib chiqishi mumkin. Ammo bu aniq emas va Saturn yadrosi haligacha o'rganilmoqda. Nima bo'lganda ham Saturn tuzilishi jihatdan Yerga umuman o'xshamaydi. Menimcha uning eng qiziq jihati bu uning halqalari. Saturn bunaqa antiqa va qiziqarli shaklga ega yagona sayyoradek ko'rinadi, ammo aslida bunaqa halqalar Quyosh tizimidagi 4 ta sayyorada mavjud. Bular Saturn, Uran, Yupiter va Neptun. Ko'pincha bu 4 ta sayyora gazli gigantlar deb ataladi. Uran sayyorasi halqalari haqida ko'pchilik biladi. 3 yil oldin esa James Webb teleskopi Neptun sayyorasida ham halqalar borligini aniqladi. Ba'zi taxminlarga ko'ra esa 4 milliard yil avval Yer sayyorasida ham shunaqa halqalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Aniq aytish uchun hozircha dalillar yetarli emas, ammo dalillar bor. Xullas, hamma gazli gigant sayyoralarda halqalar mavjud, ammo ularni payqash qiyin. Neptun halqalarini ham faqatgina infraqizil nurlar yordamida ko'rish mumkin. Shunday ekan, eng yorqin va eng chiroyli halqalar bu Saturnning halqalari. Ular asteroidlardan tashkil topganligini menimcha hamma biladi. Ularning asosan muz va ozroq toshlardan iboratligini ham ko'pchiligingiz bilasiz. Ammo ularning yoshini bilasizmi? Saturnda bu halqalar doim ham bo'lmagan. Saturn orbitasiga uchirilgan Cassini zonda yordamida olingan natijalarga ko'ra 400 million yil avval Saturnda halqalar bo'lmagan. Demak, halqalarning yoshi eng ko'pida 400 million yoshda. Ya'ni 100 million yildan keyin esa bu halqalar yana yo'qolib ketadi. Chunki halqalardagi asteroidlar va chang zarralari Saturn gravitatsiyasi ta'sirida sayyoraga qulab tushyapti. Demak, vaqt o'tgani sari halqalar kichrayib boradi va 100 million yildan so'ng umuman yo'qolib ketadi. Qachonlardir bu halqalar yanada kattaroq bo'lgan, ammo ulardagi chang sayyoraga tushayotgani uchun hozir Saturn halqalari 99% ga muzdan iborat. Nega muz bo'laklari sayyoraga tushmayotgani hozircha noma'lum. Bu masala hozir chuqur o'rganilmoqda. Biroq taxminlarga ko'ra muz bo'laklari ham qachondir sayyora gravitatsiyasi ta'sirida Saturn atmosferasiga qulab tushishi kerak. Shunda sayyoraning halqalari yo'qoladi. Boshqa tomondan halqalar qanday paydo bo'lganini ham unutmaslik kerak. Saturn tabiiy yo'ldoshlari soni bo'yicha Quyosh tizimida birinchi o'rinda turadi. Bizning Yerda bittagina tabiiy yo'ldosh bor va bu Oy. Saturnda 274 ta shunaqa tabiiy yo'ldosh mavjud va qachonlardir ular yanada ko'proq bo'lgan. Ba'zi taxminlarga ko'ra yo'ldoshlar bir-biriga to'qnashib parchalanib ketishi natijasida ularning bo'laklaridan halqalar hosil bo'lgan. Halqalarning umumiy massasi Saturnning o'rtacha yo'ldoshlaridan ancha kichik.
Ammo boya aytganimizdek to'qnashuvdan keyingi moddaning bir qismini sayyora yutib yuborgan. Demak, bu taxmin haqiqat bo'lishi mumkin va qachondir Saturnning yo'ldoshlari yana to'qnashadigan bo'lsa, Saturnda yangi halqalar paydo bo'ladi. Umuman Saturnning yo'ldoshlari juda qiziqarli xususiyatga ega. Masalan, Mimas nomli tabiiy yo'ldosh tashqi ko'rinishi bilan yulduzlar jangidagi ajal yulduziga o'xshab ketadi. Yana bir qiziq yo'ldosh bu Titan. Yo'q, bu Thanosning sayyorasi emas, boshqa Titan. U bizning oydan kattaroq, ammo Yer sayyorasidan ancha kichik. Uning muhim jihati shundaki, unda suyuq holatdagi suv mavjud. Bu esa hayot paydo bo'lishi uchun omillardan biri. Atmosfera bosimi ham Yerdagiga juda yaqin, ammo muammo shundaki Titan juda sovuq. O'rtacha harorat -180 gradus Selsiy. Quyoshdan uzoqda bo'lgani uchun Titanda Quyosh shunchalik kichkinadek ko'rinadiki, uni oddiy yulduz bilan adashtirish mumkin. Shu sababli tun va kunning farqi unchalik sezilmaydi. Yana Titan asta-sekinlik bilan Saturndan uzoqlashib boryapti va bir necha ming yildan so'ng Titan issiqroq orbitaga o'tishi mumkin. Ammo baribir Yerdagidan ancha sovuq bo'ladi. Titanning yana bir yaxshi tomoni bor. Bu yerda biz boya eslagan metan va etan juda ko'p miqdorda mavjud. Harorat juda past bo'lgani uchun ular Yerdagidek gaz holatida emas, suyuq holatda uchraydi. Shunday ekan, agar borsak Titanga, zor bo'lmaymiz metanga. Boyadan beri Titan qanchalik sovuq ekanligini aytyapmiz. Ammo nega u yerda suv suyuq holatda? Axir suv 0 gradusda muzlashi kerak. Titanda esa -180 gradus Selsiy. Gap shundaki, ammiak bilan aralashtirilgan suv juda past haroratda ham muzlamasligi mumkin. Shu sababli suv suyuq holatda va Titanning tubida yer osti okeanlari mavjud. Kim bilsin, balki o'sha yerda hozir ham qandaydir hayot shakllari suzib yurgandir. Bu haqida ko'proq ma'lumot olish uchun 2027-yilda NASA o'zining Dragonfly, ya'ni ninachi apparatini Titanga jo'natadi va ko'plab yangi ma'lumotlar to'playdi. Titandan tashqari bu apparat Saturn sayyorasiga oid yana bir qancha jumboqlarni hal qilishga yordam beradi. Masalan, nega uning halqalarida faqat muz qolib, qolgan hamma narsa sayyoraga tushib ketayotgani? Nega halqalarda kichik tebranishlar paydo bo'lgani? Nega sayyora yadrosi o'zini juda g'alati tutayotgani va shunga o'xshash. Ehtimol sayyoraning yana bir nechta yangi tabiiy yo'ldoshlari aniqlanar. Xuddi 274 tasi kamlik qilayotgandek. Va shu bilan birga yangi jumboqlar va savollar paydo bo'lishi ham aniq. Chunki biz hali o'z sayyoramizni to'liq o'rganganimiz yo'q va hozir Yerdan 700 marta kattaroq hajmga ega sayyora haqida gapiryapmiz. Shunday ekan, Saturnni o'rganish jarayoni hali uzoq davom etadi. Video so'ngida esa shuni aytmoqchimanki, biz juda omadlimiz. Chunki boya aytganimdek, Saturn halqalari abadiy emas. Agar insoniyat tur sifatida 100 million yil kechroq paydo bo'lganida biz bu halqalarning g'aroyib qiyofasidan bahramand bo'la olmasdik. Insoniyat eng kerakli davrda yashayapti. Bu shunchaki baxtli tasodifmi yoki muqarrarlik yoki biz idrok eta olmaydigan qandaydir kuch? Xuddi kimdir biz shu halqalarni ko'rishimizni istagandek. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, xayr.